أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan At-Tafsirul Muyassar degan mushu tafsirdan darsimizni davom qilgan bo'lib, Ali Imron surasi buningdan 195 oyat kelib to'xtab qolgan edik. Dersimizni mushu kelib to'xtab qolgan o'zidan davomlashtirishga tirishimiz va bugun inshaalloh Allohning fazl ihsoni va inoyati bilan bu suralarni qo'shishimiz. İnşallah bundan keyin ayat yoki inşallah Nisa surasidan darsimizni davom qilib ketamiz. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
Ayet-i Kerim'nin Uygurca kıskış tercümesi. Ularning duasini Parvardigori ijobat qildi. Men sizlardan er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qilguvchining qilgan amalini bekor qilvatmayman. Sizlar bir-biringlardan to'ralgan, hijrat qilganlar, yurtlardan haydab chiqarilganlar, mening yo'limda, ya'ni Allohning dini uchun aziyat tatqanlar, urush qatnashganlar, ya'ni mening yo'limda urushganlar va mening yo'limda o'ltirilganlarning gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan albatta yo'q chiqarman. Albatta ularni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Bu ularning yaxshi amallari uchun Alloh tarafidan berilgan mukofotdir. Allohning dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor. Kafirlarning pul-mol, obro'yi, martaba izlash yuzidan shaharlarda kezib yurishlari seni oldimisin. Bu ozgina bahramand bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. U nima degan yomon to'shak? Parvardigorga taqvodorlik qilgan kishilar ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlardan bahramand bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutib olishdir. Allohning dargohidagi narsalar, ya'ni mukofot va hurmat yaxshi bandlar uchun kuffarlar bahramand bo'lgan baqosi yo'q ozgina rohatdan ortiqdir. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va Injilga ishonadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Allohning oyatlarini ozgina bedelga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhissalomning sifatlari va shariat ahkomlarini rohiblarga o'xshash dunyoning arzimas narsalarini deb o'zgartmaydi. Ularga Parvardigorning dargohida savob beriladi. Alloh haqiqatan tiz hisob olg'uchidir. Ey mu'minlar, taat ibodatning mashaqqatlariga va sizlarga yetgan eg'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamliq bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab, jihodga tayyor turinglar. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar. Xo'sh. فاستجاب لهم فاستجاب لهم ربهم فأجاب الله دعاءهم بأنه لا يضيع جهد من عمل منهم عملا صالحا ذكرا كان أو أنثى وهم في أخوة الدين وقبول الأعمال والجزاء عليها سواء. فالذين هاجروا رغبة في رضا الله تعالى وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في طاعة ربهم وعبادتهم إياه وقاتلوا وقتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمته ليسترن الله عليهم ما ارتكبوه من المعاصي كما سترها عليهم في الدنيا فلا يحاسبهم عليها وليدخلنهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار جزاء من عند الله والله عنده حسن الثواب.
Allah ularning duosini ijobat qildi. Qandaq shu suratlanki Allah ulardan er olsun, ayal olsun, her qandaq bir yaxşılık qilgan adamning amalini, tirishchanligini bekor qilyotmaslik bilan. Ular olsa dini qarindoshlikda, amallarning qabul bo'lishida va u amallar qarta mukofot berishda o'xshash barobardir. Allah'ın razılığını ko'z tutib, Allah'ın rizoligini mushni izlab hijrat qilganlar. O'zining diyorlaridan zo'rlik bilan chiqarilganlar. Parvardigoriga itoat qilish jarayonida va u Parvardigor va ularning u Parvardigorga qulchilik qilish jarayonida aziyat chekkanlar, urush qilganlar ve Allah yolunda öldürülgenler. Allah'ın ilahi kelimetullahını üstün kılış için Allah'ın kelimesine üstün kılış için öldürülgenler. Elbette örtüdü yani perdeleydi Allah ularga ularının bu kıpkagan bazı bir uşak günay masiyetlerini Allah çok perdeleydi. Kandak ki u günay masiyetlerini uladınço dünyada pertilgendek, yapkandek. Allah u masiyetler karta uladınço hesap nisap almaydı. Elbette çukum kırgızdı Allah subhanahu teala ulanı. Enin kasırlarının astıda, daraxtlarının astıda, şundak öztanla ekip durduğun isil türlü türlü bağlığa kırgızdı. Cennetle kırgızdı demek. Bu Perverdigar tarafından ulağa olan mukafattur. Allah o Allah'ın huzurudur. Güzel, savaplı var. Ey Peygamber aleyhissalatü vesselam. Allah kafir olan ehli küfürla enin içinde yep içip çümüp durvatkan bu ken kuşada hayat şundak molluk içinde yep içip aşın içinde şundak bir yaşavatkan ahvali sizin bek nımkımızson hayran kaldı mısın? Vasiatin per rızk ve bu yemek içmek turmuş o bu diki bu kengçilik molluk bay yaşatlık sizin bek hayran kaldı mısın? Ve ularning bir yerden bir yerga, bir devletten bir devletga ticaret qilish uchun, mana iborat o'qimoqman, uzran. La tagtar eyyuhar rasul bima alayhi ahlul kufr billahi min bastatin fil aishi ve si'atin fil rizqi ve intiqalihim min makanin ila makan. للتجارات وطلب الأرباح والأموال فأما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة. Ey Peygamber Aleyhisselam bu Allah'a kafir olan ehli küfürler inin içinde boğan nesige sen bek hayranlık kalmakan. Ula bu turmuşun nimeden te olsa turmuşun mollugıdın. Bu rızk yepçiliğin huzur halavat dünyanınki lezzetlerinin kengliğine ibaretti. Bunu karta bunu pek şaşırıp bunu hayran kalmagan. Bu pek aldap ketmesin seni. Ularning masalan bir makandan bir makanga ilm setim için ve pay talep qilish için, mal talep qilish için demek umuman ticaret için şehirler ara, devletler ara yetkilip duruşu seni bek hayran kaldınızın. Az vaktinken bunun hemmisi uladın kolun gidiyor. Ula özünün fakat yaman emelinki görösü kaynıp kaldı. Meta'un qalilun zailun sümme yekunu masiruhum yevmel kıyameti ilen nari ve bi'sel piraş. Bu ötkünçü azgına bir huzur. Anından keyin ularning oqibati qiyomatda o'tib berib to'xtaydi bas. Nima degan yomon va bisal pirash. Nima degan yomon ko'rpa. Nima degan bu yomon oqibat bu, mandaqcha aytganda.
Ama o bir sal piraş deganlar. O'zim bu kinoya olgan bo'lib bu gapdan. Ee, Bu sifat tilg'alindi kinoya uch qism bo'ladi. Kinoya nima? Sifa, kinoya anil mavsuf, kinoya anil nisba. Mayda kinoya anil sifa. Körpü maqsad qilindi. Buningdan ashlarning qarorgohi, ahli kuprlarning yotadigan turar joyi shu maqsad bo'ldiki, mavsuf maqsad. Nima degan yomon ko'pay, ya'ni u demakchi, nima degan yomon joy bu? Bular ahli kuprlar bu oqibati shunga opiradigan oqibati yaman akıbet. Ne mi degen yaman akıbet bulağı nispeten bu. Lakinnellezine khafu rabbahum. Lakinnellezine khafu rabbahum. وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه قد أعد الله لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار هي منزلهم الدائم لا يخرجون منه وما عند الله أعظم وأفضل لأهل الطاعة مما يتقلب فيه الذين كفروا من نعيم الدنيا. Parvardigarın qoqqullah. Parvardigarın qoqup buyruqlarga masışıp çeklenlerden uzak toqallah. Allah ular üçün ularning qasrlari va ularninki dal daraxtlar ostida o'stanglar eqib turayotgan mushundaq havosina tengshelgan alloh subhanahu taolo qayerda bo'lsa jannat bo'lgan bo'lsa tajrimin taxtil anhar. Buningda masalan bir shaharning boshida bir jannat nimis bo'lsa, o'z shahar bo'lgan bo'lsa, o shahar o'stang bo'lsa, bir daryo bo'lsa, Night uyanın havası başqacha bo'lgan gapda bu yerga tinchiq issiq u buni tanglab sumirib turgan. Demak, bu jannatniki havosini Alloh subhanahu taolo tangshlash uchun daraxtlar ham kifoyalanmay, ham o'stangning iqtirdiganligi nima degan go'zal bundaqda. Onun qasrlari, daraxtlar ostida o'stanglar iqtirgan minaq jannatni tayyor qildi Alloh subhanahu taolo. Kimga o'z Parvardigorining qo'rqib, buyruqlarga mosishib, cheklanmalardan uzoq turdiganlarga. Ula u yerden çok çıkmaydıgan menguluk orni o cennet ula. Allah'ın bu ehli taat egillerge, yaxşı kişilerge, ehli cennetlerge, Allah'ın kaçkı banasçı, ehli küpürlerinin bu dünyadaki yütkülüp durup, o yerden bir yere sefer kıp durup, mesela, meyli deniz olsun, havada olsun, kırıkta olsun, aşına jügürü jürüp, yütkülüp durup, şehir. Qan erişken nesiden Allah'ın huzuruk banası elbette ehli taat işçiler yani ehli cennetler için çok nait çoğun ve nait ebzeldir o dedi. Ve inne ba'da min ehli kitabi le yusaddiqu billahi rabben vahiden ve ilahen ma'buden. وبما أنزل إليكم من هذا القرآن وبما أنزل إليهم من التوراة والإنجيل متذللين لله خاضعين له لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا من حطام الدنيا ولا يكتمون ما أنزل الله ولا يحرفونه كغيرهم من أهل الكتاب أولئك لهم ثواب عظيم عند ربهم يوم يلقونه فيوفيهم إياه غير منقوص إن الله سريع الحساب لا يعجزه إحصاء أعمالهم ومحاسبتهم عليها. Ehli kitaplarının bazısı hemsizlikler müdevze kaydılıp gidiğallım yok. Belki bazı ve Allah'ın birli Xudayım dep onunla çümp tutugan. Benim birlik illam men ibadet kılgan Rabbim şu dep Allah'ın birlik ve barlığa toluk boysunduğun mındakla var. Kur'an-ı Kerim ibaretçiligi tushilgan narsaga yana bu ahkamlarga, shariat islomiga buni tasdiqlaganlar bor. Va o'zlariga tushilgan Tavrat, Injildan iborat bu kitobga iymon keltirgan. Bundaq bir ahli kitoblarda bundaqlar bor. Hammasi kilam ahli o'zib ketmaydi ulardan deydi.
Mutezellilina lillah. Ula Allah har olgan alda. Hadi'ina leh. Allah'a boysungan alda. Muşundak Allah'ın birlik ve barlığa Rabb vahid ilahi ma'bud ekeligi tasdiq Allah var. Bulaçu Allah'ın ayatlarını dünyanın utun temeş paç praktırıcı bundak azan paç bulak setutmaydı bula. İştara yeşteri bu iki manan uqturdu da bazı satkan setuagan mendima. Bunu setutmaydı. Başka ruhballa, akamatla setutkundak mandak satmaydı bula. Mandaklar mı ba? Allah tushirgan narsani hargiz yushirib qolmaydi. Rasululloh alayhissalatu vassalamning sifatlaridan iborat, haqiqatni bayon qilishdan iborat. Biz bundaq ahvollarni shu ahkomda nim bo'lgan bo'lsa, kitobda, Tavrat va Injilda shuni to'liq bayon qilgan mundaqlar bor. Hargiz ularnichu ahli kitobdan boshqalarga o'xshash, ruhban, ahomatlarga o'xshash va boshqalarga o'xshash u nimanichu Qur'oni Karimni yoki u kitobning o'zini Tavrat, Injilni iborat bu kitoblarning o'zini tahrim qilmaydi bular. O'zgartib, o'zining foydasiga burab, Alloh nomidan dunyoni ko'z tutib, mandaq nimanecho haqiqatni burmaydi bular. O'zgartmaydi. Ular aş yuqorqi sifatlarni muttasib bo'lgan ahli kitoblarning ichida bo'lgan ba'zi kishilar u ba'zi kishilar uchun Parvardigorning huzurida, Parvardigor bilan ushqashgan kunda katta shundoq savob bor. Parvardigor ularga qandoq qiladi? Shundoq kamaytilmagan, ya'ni to'liq savob berdi. Ularning o savobini, ajr mukofotini to'liq berdi. Hargiz kamaytilmagan holda. Hakikaten Allah subhanahu wa ta'ala hesap çot kılışı tez hesap çot kılıcıdır. Bu hisabatın çoğu o bendilerden emellerini korşaş ya ki aciz kılıp koymaydı Allah subhanahu wa ta'ala ne? O bendilerinin emellerinin san sıfırlarını eliş aciz kılmaydı. Ve o emeller kırta o bendilerini hesap eliş hiç kandak çoğu aciz kılamaydı. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اصبروا على طاعة ربكم وعلى ما ينزل بكم من ضرر وبلاء وصابروا أعداءكم حتى لا يكونوا أشد صبرا منكم وأقيموا على جهاد عدوي وعدوكم وخافوا الله في جميع أحوالكم رجاء أن تفوزوا برضاه في الدنيا والآخرة. Ey Allah'a tasdiqlab, Allah işinib, Allah için pütkelle. Allah'ın Resulü'ne tasdiqlab, işinib, için pütkelle. Allah'ın şeriti boyunca iş görgelle. Rabbinliğe taat ibadet kılışına sabırcan bulunma. Ziyade sabırcan bulunma. Sizlarga yetgan ba'zi bir zarar, xafalıqlarga, sizlarga tushgan bu qisman o'ngsizliklarga buning sabr qilinglar. Yana qayt shundoq bir sabr qilinglar. Sizlarning dushmanlaringizga shundoq sabr qilinglar. Hattoki bu dushmanlaringlar sizdan sabr jihatda kuchliroq bo'lib qolmasin uchun sizlar o'ngcharoq düşmanlarından başqacharoq, ko'proq sabrjonlik va chidamliq bo'linglar. Mening va sizlarning dushmanlaringizga jihad qilish jarayonida ravrus sabit qadam bilan turinglar. Sizlarning ahvollaringning hammasida ichki tashqi e,
aşkar düşürün, jirak ekin, barlık gece gündüz ahvalыңlarning hammasi uchun Allohdan qo'rqinglar. Sizlar u Allohninki rozi bilan dunyo va oxiratda Allohning rozig'ini qo'lga keltirishni umid qilmoqning jahdidan barliq ish kuchinglarda sizlar Allohdan qo'rqinglar. Xo'sh, bugun Allohning fazl ihsoni inoyati bilan Ali İmran surasidan buningdan xo'shashdik. Bu suradan farq oldik. Keyingi dersimiz inşallah Suratun Nisa buludu. İnşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.